Qadrdonlar, Beeline turba biz Mr. Qahha, ya'ni Qahramon akamizning g'isht zavodlaridamiz. Albatta to'g'ri aytdingiz. Mana g'ishtlarga adashmalar kelishdi. Mana g'isht ham o'sha aytganimizda kelishgan narsa berilaveradi. Mana bizni kuzatishda davom etinglar, like bosinglar. Mana g'isht kerak bo'lsa, kelinglar g'ishtlar bilan tankillagan g'ishtlar. Mana. Standart g'ishtlar, xudo xolasa. Standart. Standart. Qarang, ovozini qarang buni mana. Tekizlarga mana burchak hammasiga qo'yilganda sifati zo'r, sho'rlamaydi mana. Umuman qumlarimiz ham bu yerdagi emas, o'sha boshqa yerdagi ovozini qarang. Notaga o'xshaydi. Mana chap edi, yopishtirib qo'yamizda biz. Yo'q, zo'r. Yashasin. Qaramak, qanchadan berilyapti hozirgi kunda? Bular endi hozir boshqa yerlarda 850, shunaqa 900 deyapti. 820 so'm, 830 so'm kelishib berilaveradi. Xalq qiynamasdan maza qilsin deb arzon narxda xudo xolasa. Gap yo'q. Kelaversin. Xomg'ish ham bor bu yerda aka? Xomg'ish ham bor, 400 so'mdan buni ham olishlari mumkin. Yuklatib berishda butun O'zbekiston bo'yicha kelishilgan narxlarda. Kelishgan shoplar ham kelishgan narxda olib berilaveradi. Mana sifatini ko'ringlar, qadrdonlar. Kimga xomg'ish, pishgan g'ish kerak bo'ladigan bo'lsa, Mr. Qahhani g'isht zavodida turibmiz. Pastdagi nomerlarga aloqaga chiqaverasizlar. Manzil Farg'ona viloyati, Buvayda tumani, Yangiqo'rg'on shaharchasidan bo'lyapti. Yana Beeline turbani ko'rib turibsizlar. Hofiz aka, rahmat. Sog' bo'lasizlar, biz kurashda davom etamiz. Yo'q, o'sha g'ish kerak bo'lsa, xizmatlar bo'lsa aloqaga chiqaveradi. Rahmat. Gap yo'q. Albatta.